Assalomu alaykum. Kel Noshrasiga. Keldingmi? Nosir aka. Nosir aka. Labbay aka. Sizlar ketib turish, hozir Nosir aka kelar ekan deb qo'yish. Bo'ptimi kelar? Bosh, yo'qolish. Kel Noshrasiga nima gaplar? Nima so'zlar? Tinchlikmi? Qarib ketibsan uka? Ko'rinmay ketding bila. Nima u? Aka sizga bir ishim tushib qoldi-da. Nima ish? Xo'sh. Aka shu desangiz o'tganda gantel ko'taruvdim. Bitta tashag'imga Nagurskiga keldimmi bilmayman, shunaqa og'rib bo'lib beryapti. Tushunmadim. Ya aka, kech payt uxlash yo'q. Kech payt ushadi, bo'ldi ashi bo'yicha. Ene, bor yo'qoling. Tashaqqa qaramayman men. Aka sizni aytishdi-da, Nosir aka, iltimos. Ya aytgani uchun men keldimda siz yoningizga tashag'imni ko'rsatgan akaxon. Yana amigasizga ko't Gando senga kim aytdi bilan meni tashaqqa qaraydi deb. Men nima senga ko'tmanmi naqul tashaqqa qaragani? Amingasizga ko't. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinmang. Ya Nosir aka. Nosir aka, menga qarang. Bor yo'qol. Nosir aka dedim bilan. Kechirasiz aka. Xafa bo'lmaysiz endi. Haligi yomon og'riyapti-da. Ishonsangizchi, zo'r aka, iltimos, ko'rib bering. Hatyobi ushlab diagnoz qo'ying. O'ruslar aytgandek. Ammo tushunsa-chi, men qaramayman-da tashaqqa. Zayba. Hoshim aka. Adashib ketdim. Nosir akami deysiz? Zayba naxoy. Bo'ldi, bor yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Hoshim aka dedim. Iltimos. Zaybon naxoy chaqiring hozir dembillarda. Namiga kichik o'raman, hammani naxoy.